Kontrollashayotganmiz ikkalamiz. Sen kontrol o'ynaysan. Albatta. Kategoriyan qizda kontrol o'ynaysan. Yaqin yerga ketyapsan. Iroda topchiman nima olib keldim. Bu men o'sha o'ylab turgan narsami? Xuddi o'zi. Rostdan. Ha. Ochib ko'raylik. Ber, chatga olib qo'yaman. Bu endi bu yoqdan ochilsa kerak. Ha. Ochilsa ham ajoyib. Akkuratni ochgan. Hop. Men anchadan beri o'zi ani ko'k rangdagisini xohlagandim. Sen xuddi xohlagandagi ko'k rang. Qarash oling. Vau. Buni men chatga olib qo'yaman. Anchadan beri xohlagan o'sha MacBook Neo. Buni endi necha yil qoldi hozir? to'g'risi 5 yildan beri. 5 yil. MacBook umuman ishlatmaganman bungacha. Ochilishini qarang, voshye. Rahmat urdinglar meni. Unchalik urtashash kerak emas edi. Qachonlab ketyapman deb birinchi marta ochayotganimga. Ana. Barabanniy drop eng takoy mazza qiladigan joyi. Vau. Chiroyli ekan. Kim mashinasi bilan ochdi? Men. Sen ungacha ichida nima borligini aytdi. Dokumentlari bor ekan. O'zini adapteri va USB'si. Sen mana rangini qarang, Rangini qarang. Usti ham tabii matoviy chiroyligini qarang. Boshqacha ekan, Umuman ajralarkan boshqalaridan. Vau. O'zini ovozi ham bor ekan. Привет, Siri, построй маршрут домой. Привет, Siri, построй маршрут домой. Maktabda o'tirganda muammal ekan. Voy. Olib bersangiz, endi tushuntirib o'tmaysizmi funksiyalarini? Obbo. Sen birinchi marta ishlatyapsan-a MacBook'a? Albatta. Xursandmisan? Albatta. Sen o'zing bo'ldi. Xo'p, hozir men senga nastroykasiga kirib, senga tushuntirib beraman. Xo'p, bu operativkasi 8 GB. Bu degani MacBook'imizda uncha qotmaydi, uncha qotmaydi. Bemalol o'yin o'tkazib yokida kino ko'rishingga juda ham moslashgan. Bemalol ishlatsang bo'ladi, ofisda ishlaga. Undan tashqari ichki xotirasi 256 GB. Protsessori A18 Pro. Bu degani MacBook'imizda pashta qotmaydi. Xohlasang, o'zing yoqib o'yinlarni o'tkazib, zo'r tam HD formatda, 4K formatda kinolarni ko'rsang bo'ladi. Kontrollashayotganmiz ikkalamiz. Ya buni endi kontrol o'ynash qiyinroq-ku, endi bilmadim. Sen kontrol o'ynaysan? Albatta. Kategoriyan 8 da kontrol o'ynaysan. Ekranimizda 18 dyum. Kolonkasi to'g'ri. Buni kolonkasi pastda korpusda joylashgan ekan, qarang. Ikkita tomondan. 8 da effektini berar ekan, sezdingizmi? Da, shunaqa. Ko'pchilik MacBookda kolonkasi tepada joylashsa, bunda ikkita yonida joylashgan ekan. Buni korpusi alyumindan ishlangan. Anchaga chidaveradi senga. Mazza qilib ishlatsang bo'ladi. Yoqqan bo'lsa xursandman. Yengil lekin bemalol sumkalarimga sig'ib ko'tarib yursam bo'lar ekan. Qani necha gram deb o'ylaysan? Keling tortib ko'ramiz. Tarozi berchi. Hozir. Lekin ko'rishlari boshqacha ekan, ha? Ingichkagina. Такой qo'pollanmas. Jinsiy такой. Ana shunday. Xo'p, salmdoroq ko'ryapman. qarang. 52-63 gram. Yo'q, ishonish qiyin. Bu grammi bu? Gram? Yarim kilo. Yarim kilo bo'pti-da, to'g'rimi? Da, yarim kilo ekan. Hozir men 52 degani men 52 gram deb o'ylabman. Yo'q, endi yarim kilo ekan. Tushundim. To'g'risini aytsam, menga juda ham yoqdi, lekin bor. Olardim-u, mayli, keyingi oy olarman. Voy, menga qarang, Opel Shopdan muddatli to'lovga olsangiz bo'ladi. Rostdan. Hech qanaqa boshlang'ich to'lov ham yo'q, bitta pasportingizni o'ziga beradi. Unda obunachilarimiz ham olsa bo'ladi, to'g'rimi? Albatta, shoshilib qolinglar. Ko'rishguncha.